Salom hammaga, sizlar bilan yana bugun taqdim etmoqchi bir kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan PUBG Mobile'da 7 ta faktni o'rgataman. 7 ta faktni o'rgatishimdan oldin siz videoga like va podpisa bosib qo'ying. Keyingi videoda 50 ta like bo'lgandan keyin keyingi videoni chiqaramiz. Birinchi faktimiz PUBG Mobile'da mana shu mashq maydoniga kirasiz. Mashq maydoniga kirganingizdan keyin oq kiyim bor, o'tli kiyim, u PUBG'da dropda tushadigan yashil kiyim bor. O'shani oq kilisida, oq ranglisi ham bor. Videoni maksimalni hammaga tarqatib yuboringlar. 50 ta like'dan keyin keyingi videoni chiqaraman. Xullas biz boradigan joyimiz uyning orqasi bo'ladi. Mana shunaqa qilib uyning orqasiga borishimiz kerak. Xuddi shu yo'lga kelishimiz kerak. Keyin mana bu yerda mana buni ustiga chiqamiz. Mana buni ustidan chiqqanimizdan keyin tomga sakraymiz. Sakramizdan keyin mana bu joyga kelamiz. Mana ko'rganlaringizda turibdi u. Men unaqa yolg'on gap gapirmayman. Hamma narsasi rost. Bilmaganlar uchun o'rgatyapman bu narsani. Bu birinchi faktimiz edi. Endi ikkinchi faktimiz. Endi buni ikkinchi faktni endi pashti hamma biladi. Biz tepaga chiqishimiz kerak. Mana shu kiyimning sal boshqacha rangi ham bor ekan. Mana bu yerda bitta bomba bo'ladi. Qanday qilib chiqaman bu yerda? Chiqadigan joyi yo'q-ku. Xo'sh, biz chiqib oldik. Mana ko'rganlaringizdan mana bor, mana shu kiyim. Mana bu tovuqchani o'ldirib bo'lmaydi. Biz esa 3-faktga o'tamiz. Bitta obunachimiz yozib qoldiribdi, 10 ta monetani katta olamiz, 100 ta monetani katta olamiz deb. Xo'sh, qaranglar, mana bu yerga keladigan bo'lsanglar, mana bu omad tangasi bor. Bu narsalarni men olib qo'yganman. Mana bu sovrin yo'lini ham olganman. Olinganda bu narsalar olingan. Buni endi qanday qilib ko'proq olishni o'rgataman. Endi ko'pchilik ishonmabdi, 100 tani katta olasiz, shuncha pul tikkamiz. Yo'q. Bu narsalarga pashti tekinda bu narsa. Mana bu kelgandan keyin mana bu yerda sovrin yo'li borda. Sovrin yo'lini full qilishlaring kerak. Sovrin yo'lini full qilganingizdan keyin mana bu yerda missiyalar bor. Sovrin yo'lini full qilganlaringizdan keyin missiyalar qoladi. Mana shu qolib ketgan missiyalarni qilsangiz, masalan, 150 ta moneta bo'lsa, sizlarga 15 ta beradi. 100 ta bo'lsa, 10 ta beradi. Shunaqa narsa. Xo'sh, bizning keyingi faktimiz esa bu o'zingizga paplashadigan narsa bo'ladi. Mana bu pastda padarka degan joy bor. Padarka joyining ustidan bosasiz, o'ng tarafda eng pastda turibdi. Ishlarda paplansalaringga. Siz tashlamasliklaringiz kerak. Men 100 ga emas, 10 ga tashuvdim. 10 gadan 7 ga tushmadi. 3 ga qoldi. Kuyib ketdi. Shuning uchun siz unaqa qilmaysizlar. Sizlar anaqa qilasizlar. Odamlar tashlaganini siz ayra boshlashingiz kerak-da. Xullas shunaqa gaplar. Xullas mana ko'rganlardan yutib turibmiz mana. Endi bu uy paplanasini bilmayman, uncha narsa tushunmayman. 80 ga bor o'zimda. Videoga like va podpisa bosib qo'yinglar. Xo'sh, keyingi faktimiz esa men sizlarga RP'da oson va tez ko'tarishni o'rgataman. Qaranglar. Mana bu yerda missiyalar bor, bilmaganlar uchun. Mana missiyalarni ko'rsatib chiqaman. Mana shu missiyalarni qilishlaring kerak-da. 10 ta energetik ichimlik ichingga qo'yibdi. Mana shu narsadan ichishlaring keraksizlar. Keyin paratov dori paketidan foydalaning degani bu narsa. Mana shu narsani foydalanishingiz kerak. Endi foydalanib ko'rmaganman. Xullas uncha tushunmayman-da bu narsaga. Oson. Pashti hammasi oson-da bularning. Qiyinlarni qila olmaganman, endi bilmadim. Qolganini qila olmaganman xullas.
AVM olinga qo'ydi. AVM olish kerak. Erangilda, Livikda farqi yo'q. Klassik rejim bo'lsa bo'ldi u. Klassik rejimda M416da 10 ta odam o'ldirishlaring kerak. 5-haftasida 3 marta kirish kerak. Xullas, missiyalar ko'p. Bilmagan missiyangizni kommentariyga yozib olsangiz o'rgataman. Missiyalar ko'p. Missiyalar meniga o'zim 91 bo'lgan erfim. Bir kunda 50 qilsa bo'ladi erfini. Men bir kunda 30 qilganman. Erfini kelgan kuni 36-37 qilganman. Endi sizlarni bilmadim-u. 2 kunda 50 qilganman-da erfini. 20 kunda full qilganman. Erfini qilganlarga keyin erfi borgan sari sal qiyinlashib boradi-da. Bulardan avval ko'pchiligini bilmayman, endi bildaman. Endi sizlar kommentariyga yozib o'rsanglar, men o'rgataman. Biz bo'lmasam keyingi faktga o'tdik. Xo'sh, mana bu yerda Druziya degan joy bor. Druziya degan joyga o'tasizlar, Druziyaga yashasizlar, mana bu yerda taklif qilish bor. Taklif qilishni bosanglar, sizlarga ulanadi odam. Kuzatishni bosanglar, siz birovni kuzatasizlar, siz birovni anakasiga ulanib ketasiz. Ular ulanasiz degan missiyasi shu. Xo'sh, biz keyingi faktga o'tdik. Keyingi faktda esa siz Livikda shuna joyga tushinglar kerak. Men tushgan joyga xuddi shu joyga tushasizlar. Keyin ichkariga kirasizlar. Ikkinchi qavatga chiqasizlar. Chiqqanlardan keyin mana bu yerda xarita bor. Xaritani ko'rishni ustidan bossanglar, mana bunaqa narsa chiqadi. Bu sizlarga nima beradi? Siz bu yerda qutilarning katta turganini aytib boradi degan narsada bu yordam beradigan narsa. Qutilarning ichida orujalar bo'ladi, o'q bo'ladi. Bular shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Xuddi men borgan joyga borishlaring kerak buning uchun. Mana bizlarga yumki bilan kaskasini berdi, ishlayman. Xo'sh, biz keyingi faktga o'tamiz. Mana bu oldingilar ham ko'ringlar, keyingi faktga o'tamiz. Xo'sh, keyingi faktimiz esa siz mana bu joyga kelasizda, mana bu mototsiklga ustiga chiqasiz. Chiqqaningizdan keyin mana bu joyga borasizlar. Mana shuning ustida ikkita quti bo'ladi. Bu qutilarning bittasida esa oruja bo'ladi, bittasida pul bo'ladi. Bu endi M24 beradi. Bundan ichida mana M24 beradi. Endi bu M24dan bu yoqda pul bor. M24 oldik, endi nimaga kerak desalar, endi bu 8x yoki do'stlaringizga bersangiz bo'ladi. Xullas, pul ko'proq topishni sirida bu. Keng shart yozib qoldiringlar, Erangilda ham shunaqa topishni o'rgataman. Shaxsan o'zim 250 ming topganman ko'pida. Endi mendan ham ko'p topgan odamlar bor. Mana do'stlar, men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan faktlarim shular edi. Hozir mana bu yerda 1-2 ta olganlarim bor. Shuni videoni ham ko'ringlar. Videoga like va podpisa bosib qo'yinglar. Keng shart nimaligini ham yozib qoldiringlar. Endi video yaxshiroq chiqmagan, to'g'ri, lekin bundan ham yaxshi video chiqarishim uchun like'larni ko'paytirib bersanglar, men hali yangiman YouTube'da. O'shancha videoga like va podpisa bosib qo'yinglar. Yangi kirganlar stream yusik lobby bo'ladi, aktiv o'tirsanglar, yusik lobbyga stream qilaman, kirib tursanglar 60 dan beraman har streamda. Har kuni stream qilaman.
Bu onasimiz. Men ham rang ko'taryapman. Agar rang ko'tarmoqchi bo'lsangiz men bilan yozib qoldiringlar. Men ham rangga harakat qilyapman. ID mana. Baribir zonaning ichida o'lib ketdim, lekin top 1 ni oldik. Help! Well done. We're the best, so winner Biz is top 1 ni oldik. Hammaga rahmat, xayr, omad, charchamanglar.